Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, biz yangi YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Ya'ni o'sha mebel bo'yicha yangi YouTube kanal ochdik. Kuzatib tursizlar, arzon mebellarni chiqarib boramiz, xudo xolasa. Ya'ni Farg'ona Chirigili eski bozordan bo'ladi. Xudo xolasa videoni ocha ko'rsalaring, shu yerdagi mebellar to'liq obzor qilib beramiz. Xudo xolasa mana shu Toshkentlarga ham, boshqa viloyatlarga ham dastavkalar yo'lga qo'yiladi. Kuzatib turinglar, bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, Azamjondan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Rahmatjon aka. Yaxshimisiz? Sog'liq yaxshimisiz? Rahmat aka. O'sha aytib o'tganingizdek, xudo xolasa yangi kanalimiz. O'tib obuna bo'lishsin. Xudo xolasa Toshkent viloyat, Toshkent shahri bo'ylab ishlatilgan mebellarni olamiz. Yo'lga vodiy bo'ylab emas. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ylab. Olamiz. Xo'p, Ugaloy. Ugaloyimiz 4 asli bo'ladi aka, holatlari yaxshi holatda, lekin ishlatilgan. O'rtasi spanli bo'ladi. Joyimiz dicha torligiga chiqarganimiz yo'q. Buni o'sha Farg'ona bozor nimasiga, obzoriga qo'ydik, o'zi 1.200.000 ming qo'ydik, $100 dastavkasi ichida qo'ydik. Xoni keyin kelib qoldi. Xonni uspet qilmadik. Bu xoni bilan 1.5 million so'm. Xoni bilan 1.5 million so'm. Xoni bilan 1.5 million. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Xo'p, har safar ko'pchilik so'rayapti, bitta ikkitalar komment yozishibdi, bu stolchalar qanaqa, necha puldan sotyapsizlar? Bu o'sha firminniy ish. Bizga birov bergan, buni sotib beringlar deb. Bu o'sha hassa hisobida Hoji bobolar ishlatishyapti. Sotilyapti. Buni donasi 120 ming so'm. Donasi 120 ming so'm. 120 ming so'm. Buni hali dastavka ditsa, bitta endi mashinadan chiqarib olsa ham bo'laveradi. Bitta yo'lovchidan chiqarib olsa ham olib ketaveradi. Andijon, Namangan, bu tarafdan zaruriyat bo'lsa so'rab qolishsa. 12 ta lista ustulimiz. Holatlari yaxshi holatda, ideal holatda desa ham bo'laveradi. Endi joyida chaqa-chuqa singan netgan joyi yo'q. Tiniq holatda turibdi. Buni puliga keladigan bo'lsa, buni puli 1.800.000 so'm. Vodiy bo'ladi dastavkasi ichida. 1.800.000 so'm dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Mash divanni ham ko'rsatib o'tib ketadi-da. Xo'p, divanimiz, matrasi o'zining zavodskiy matrasi. Bu matrasli bo'ladi, machalkali. Bu matrasli bo'ladi. Matrasli. Xo'p, taya aka. Sonliq bo'ladi taya. Holati mana shu tiniq holatda bor. Matraslarning cho'kib netilgan joylari yo'q. Matras zo'r holatda turibdi. Buning narxi 400 ming so'm. 400 ming so'm. Xo'p, sondig'imiz. Kecha kuni ko'pchilik so'radi, sondig'imiz 100% taxta aka. Ruchkasi yo'q uyda alishtirilganmi deb ikkitalar ham telefon qilishdi. Ruchka qo'yganmiz. Holatlari zo'r holatda turibdi. Buning narxi 300 ming so'm. 300 ming so'm. 300 ming so'm sondiq. Trimoyimiz. Rollar yangilab qo'yilgan, ichki holatlari yaxshi holatda. Buni misol 400 ming 500 ming sotiladi. O'zi obunachilar ham bilsa kerak. Bitta yakka trimo 300 ming 500 mingga sotiladi. Buning narxi 300 ming so'm. 300 ming so'mga trimo. 300 ming so'm. Trimo. 3 yoshli kupayimiz. Ikki tomon jenskiy murskoy.